Okalar, O'zbekiston mahalladamiz, Nazarbek legendariy notarius ko'chadamiz. 8-maktab ro'parasidan kirganingizda shu mahallaga bitta e'tibor bering. Elitni keng mahalla, mana shu xonadonni sotuvga chiqib qoldi. Fasad 22, ichkariga 40 bo'ladi. Sotig'ini so'raydigan bo'lsa 20 mingdan qo'ydi, 9 sotiq 180 ming dollar evaziga shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Yashasangiz ham bo'ladi yoki buzib qurish imkoniyatingiz ham bor. Plitalardan qurgan loqgan paltarashga xonadon. Mana xonadonni ko'rinishiga bitta e'tibor berasizlar. Orqa taraf tekis bo'lib turibdi. Mana bu yoqda zina hisobi, bu yoqda 3 ta xona, 4 ta xona yashash imkoniyatini beradi. Bu yoqda ham xonalar, paltarashga do'man, bu yoqda oshxonalar qilib qo'yilgan, podvallariga ham balangini hammasi plitada bilan. Mana ko'rasiz, navislariga ham bitta e'tibor bering. Baland holatda mana xonadonni bu yoq tarafdan ko'rinishiga e'tibor berasiz. Endi mana qarang, kaftdek hovli. Mana qarang, bemalol qurilish qilish imkoniyatingizga egasiz. Mana bu yoq tarafdan ko'rinishi. Xonadonni ko'rdinglar akalar. 9 sotuv. Mana bu yoq tarafdan ko'rinishiga ham bitta e'tibor beringlar. Baland, fermalar, temirlardan mana chiroyli holatda mana bu yoqqa qurilish qilish imkoniyatiga egasizlar. Notarius ko'cha bo'ldi. 180 ming dollar start. 8 sotiq kadastrda, o'zi 9 sotiq chiroyli bo'ldi aka. Shunaqa uylarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yib, bitta like urib ketasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.